Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchi kanalimiz a'zolari. Xo'p, bu ishimiz Qoraqalpoqqa tayyorladik. Eldorbek degan akamiz xonadonlariga. Xo'p, bu ishimiz 6 metr xonadoniga tayyorlab berdik. 14 talik Cobra Monica 100% yong'oqdan bo'lgan. Xonlari materiallar keladigan bo'lsa, materiallar Attachento materialda bo'lgan, tilla mo'yishi zo'r material, chesterlik qilib berdik. Arqalari 100% hammasi babonchilik, pardachalik bo'ldi mana. O'zimiz birinchi qo'l sexdan ustamiz. Usta Shahbozbek, bizning manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanida ishlab chiqaramiz bu ishlarni, stol stullarni. Hop, akamiz o'tgan safarga qo'ygan videomizdan ko'rib telefon qildi. Rasmdan Telegram orqali rasmdan tashlab berdim. Yo'qdi, mana xudo xolasa zakalat solib berdi. 1 million zakalat solib bergan shu ishiga mana 5-kun bugun xudo xolasa 5 kun bitadi dedik. 5-kunda video chiqaryapman. O'ziga ham tashladim. YouTube kanalimga olib qo'yibman. O'rnataman xudo xolasa. Hop, bu ishimizda 1 million so'm zakalat solib berdi. Qolganini hozir mashinaga o'tadigan payt tushib beradigan bo'ldi. Eldorbek degan akamiz xonadonlari 6 metr uyga tayyorlab berdik. 14 kishilik. Hop, xonlarga keladigan bo'lsa, xonlari 360 ga 120 bo'lgan. Xon taxta vazifasini ham bajaradi. Tumbas 3 ta, o'rta beldamchiga ham bitta qo'yib berdik. Xudo xolasa o'rtasida choki bor, mana chokini ham bilmaydigan qilib ko'ramiz. Xonlar 100% MDF dan bo'lgan, taylarigacha gullar bilan aylantirib berdik hammasini. Oddiy ish emas, xudo xolasa MDF dan 100% yong'oqdan bo'ldi stollari. Xon taxta vazifasini ham bajaradi. 14 ta stol, 14 ta xonga, mana 14 ta stolga yana 2 dona qo'shchilar bo'ladi. Mana shu turgan o'sha yerdagi stolimizga yana bitta shu yerga, boshiga yana bitta qo'ysalar 16 kishilik xonaga 14 talik olyapti. Buni bahosi 7,5 million so'mga chiqarib berdik. Bizda vodiy bo'ylab dastlabki bepul Namangan, Farg'ona, Andijonga dastlabki ichida bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishgan holatda. Buni hozir 1 million so'mga dastlabkasini gaplashdik, olib ketyapti. 14 ta stoli xonlari bilan kelgan addenni oshxonaga uka xonam kerak deydi. O'ta chol narxda qilib berdik akamizga ham. Baho berlar mana, xudo xolasa 4 ta noshkalik oddiyroq bo'lsin dedi, skromniy bo'lsin dedi. Tepasiga ham gullar boks berib chiroyli qilib. Bu 6 kishilik xon. Buni narxi 600 ming so'm. Nariginiki 7,5 million. 8 million 100 mingga chiqarib beryapmiz upakovka holatda. 1 million so'm dastlabki xizmatni olib ketyapti. Общий akamizga 9 million 100 mingga dastlabki bo'lib ketyapti общий holatda. Bunga 6 talik mehnaqqasi oshxonasi qo'yar ekan. 6 talik 2 bosh bitadan, 2 tomoniga 2 tadan qo'ysa 4 kishi, 6 kishi bemalol oshxonada choy ichgani zakas bo'ldi. Buni ham addenni sotaveramiz. 600 ming so'm bu chiqdi, 7,5 million so'm bu. Kimda kim zakas bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Usta Shahbozbek, bizning manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan chiqaryapmiz. O'zimiz birinchi qo'l ustamiz. Xudo xolasa o'tgan safargi videomizdan ko'rib zakas qilgan shu ishlarimizni. Xudo xolasa ishlarimizni garantiyasi bilan chiqarib beramiz. 100% yong'oqdan qilib yong'oq qayrag'ochni qayrag'och qilib beramiz. Biz aytib yurib to'g'risini sotamiz, xudo xolasa. O'zimiz obunachimiz ekan, oldindan ko'rib, videolarimizni ko'rgan ekan, niyat qilib qo'ygan ekan, mana xudo xolasa bayramga uyiga olib ketyapti. Xudo xolasa Navro'zga uydalarga pataka qilib. U akamiz o'zi Rossiyada ekan. WhatsAppdan yozdim, men akam bilan gaplashdik. Xudo xolasa hozir chiqarib olyapmiz. Mana materiallari ham o'ta chiroyli. Hali high-tech fasonda bo'lyapti, mana pardali bo'lib, ranglari ham o'ta chiroyli. Shampan spet bilan gold aralashgan. Uyg'ur rang, yaxshi rang demoqchiman. Taylariga ham holland ponni gullar aylantirib, o'ta chiroyli qilib ishlab berdik. Kimga zakaslar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, Usta Shahbozbek. Hammanglarga kattakon rahmat. Telegram, WhatsApp ishlaydi 24 soat aloqaga chiqib olasizlar. Hammanglarga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar.